Xo'p, agar sizni farzandingiz 6 yoki 10 yosh orasida bo'ladigan bo'lsa yoki undan ham katta bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich qanday kitoblar o'qitishni tavsiya qilasiz desangiz, biz o'zimiz o'quv markazlarimizda ham ko'p tajribadan o'tkazganmiz. Avval Xudoberdi To'xtaboyevni Sariq devni minib yoki Sariq devni o'limi kitobidan boshlash kerak. Xo'p, birdaniga bolani dengizga tashlab yuborsangiz suzib ketolmaydi. Avval qirg'og'ida qo'lidan ushlab turgan holatda suzishni o'rgatasiz, keyin qo'lini qo'yib yuborasiz, keyin oyog'idan ushlab turasiz, cho'kib ketsa qutqarib olasiz, ballonchiga olib berasiz suzishligi. Xuddi shuni singari kitobda ham bitta berganda 50 bet o'qiysan, 60 bet o'qiysan degan shartni qo'ymaslik kerak. Bir kunda mayli 3 bet o'qisin, ertalab 1 bet, obedda 1 bet, kech payt 1 bet. Shu 3 bet o'tgandan keyin ertasi kuni ham shu ishni qilish kerak, indiniga ham, ya'ni 3 kun ketma-ket. 3 kundan keyin ertasi bir kunda 10 bet, ertasi kuni ham 10 bet, indini kuni ham 10 bet yoki bir haftaga bu tajribani qilsa bo'ladi. Bir hafta 5 betdan, bir haftada 10 betdan, bir haftada 20 betdan chiqish mumkin. Albatta ota-ona farzandini tepasida turib o'qitish kerak bo'ladi. Ya'ni bir betda o'qib bo'lgandan keyin o'g'lim nimani tushunding? Hech narsani tushunmadim. Keyin men tushunganimni senga yetkazib beraman. Bu kitobda shunday degan ma'lumotlar bor ekan deb o'ziga yetkazsangiz, keyin bola ha, demak o'qiganimni tushunib uni yetkazishim ham kerak ekan, undan foydalanishim ham kerak ekan degan xulosa bo'ladi. Biz farzandga shart qo'yganimiz bilan u shartni u bajarishiga bog'liq. Yoki sizdan qo'rqib bajaradi, lekin uni tushunmaydi ham, o'zidan manfaatlanmaydi ham va kitobdan bezib qoladi.